Xalqimiz azaldan oilani muqaddas dargoh, inson kamolotining asosiy maskani sifatida e'zozlab keladi. Ahil va mustahkam oila jamiyat barqarorligi, farzandlar tarbiyasi uchun mustahkam poydevordir. 15-may Xalqaro oila kuni munosabati bilan shahar drama teatrida o'tkazilgan tadbirda ham ushbu qadriyatlar o'zini yuksak namoyon etdi. Mazkur tadbir oilalarni mustahkamlash, milliy qadriyatlarni asrab-avaylash, jamiyatda namuna bo'lib kelayotgan ibratli oilalarni e'zozlash maqsadida tashkil etildi. Tadbirda so'z olgan shahar hokimi yurtimizda oilalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, mustahkamligini saqlash borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarga to'xtalib o'tdi. Shuningdek, oilada mehr-oqibat, o'zaro hurmat va ahillik muhitini qaror toptirish jamiyat taraqqiyotining muhim omili ekani ta'kidlandi. Shundan so'ng ibratli oila deya e'tirof etilgan 9 ta oilaga Oila va xotin-qizlar qo'mitasining ibratli oila ko'krak nishonlari tantanali ravishda topshirildi. Shu bilan bir qatorda mahalla hayotidagi faol ishtiroki yoshlar tarbiyasiga qo'shayotgan munosib hissasi, oilalar o'rtasida ahillik va totuvlik muhitini mustahkamlashdagi ibratli faoliyat uchun shahrimizdagi yana bir qator oilalarga shahar hokimligining tashakkurnomasi va esdalik sovg'alari topshirildi. Tadbirning badiiy qismi ham ishtirokchilarda katta taassurot qoldirdi. Shahar drama teatri aktyorlari tomonidan sahnalashtirilgan spektakl oilaviy qadriyatlar, mehr-oqibat va insonlar o'rtasidagi hurmat tuyg'ularini tarannum etgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Shuningdek, shahar madaniyat bo'limi san'atkorlari ijrosidagi kuy-qo'shiqlar tadbirga yanada bayramona kayfiyat bag'ishladi. Mazkur tadbir barcha ishtirokchilarga oilaning muqaddasligi, ahil va ibratli oilalarni asrab-avaylash jamiyat taraqqiyotining muhim sharti ekanini yana bir bor anglatdi.